Transport mavzusi bilan davom etamiz. Xabaringiz bor, aholiga sifatli jamoat transporti xizmatini ko'rsatish maqsadida Samarqand shahriga zamonaviy elektrobuslar keltirilgan edi. Ayni paytda ular 9 ta yo'nalishda brutto shartnomasi asosida aholiga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Xabaringiz borki, Yashil shaharlar loyihasi doirasida Samarqand shahar aholisi va mehmonlariga sifatli jamoat transporti xizmati ko'rsatish maqsadida o'tgan 2024-yil davomida Samarqand viloyatiga 100 dona zamonaviy elektroavtobuslar keltirilgan edi. Bugungi kunda ushbu avtobuslar brutto shartnomasi asosida 9 ta yo'nalishlarda yo'lovchilarga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Samarqand shahridagi o'sha mavjud yo'nalishlar optimallashtirilib, 43 ta yangi yo'nalishlar tarmog'i tashkil etildi. Elektron to'lov tizimi joriy qilindi. Bu elektron to'lov tizimida o'sha bevosita egiluvchan tariflarimiz bor, imtiyozli tariflarimiz bor, ya'ni o'sha pensionerlar, talabalar, o'quvchilar uchun 50% imtiyozli tariflar bo'lsa, umumiy aholi uchun 1 soat davomida foydalanish darajasidan kelib chiqib, birinchi to'lovda 1600 so'm, keyingisi 400 so'm, qolganlari bepul. Mana shunday to'lov tizimlari ham joriy etildi. Brutto shartnomasining afzallik jihati shundaki, bunda avtobus haydovchilaridan kunlik tushum va reja talab qilinmaydi. Chunki bu tizimda bosib o'tilgan masofa va yo'lovchilarga sifatli xizmat ko'rsatilgani uchun to'lov amalga oshiriladi. Darvoqe, Samarqand shahar transport va yo'l infratuzilmasini rivojlantirish rejasiga asosan hozirda shaharda 43 ta yo'nalishdagi jamoat transporti brutto shartnomasiga o'tkazilgan. Avvallari avtobuslar yo'lovchi sonidan kelib chiqib o'sha kunlik reja topshirilgan bo'lsa, hozirda avtobuslar to'liq o'sha bosib o'tilgan masofa asosida moliyalashtirilib borilyapti. Bekatlarda ortiqcha to'xtalishlar yo'qolyapti. Yana onlayn tartibda kuzatish imkoniyati yaratildi. Ish sharoitlari yaxshi. Vaqtiga borib, vaqtiga kelamiz. Plan yo'q, qo'ylik beryapti. Endi mana shu nechta odam kirsa, mana shu kameradan hisoblaydi. Endi mana bu adashib kirgan minus qiladi-yu, qolganini oladi. Karta ham to'laydi. Rejaga ko'ra, yil yakuniga qadar Samarqandga yana 100 dona elektrobus olib kelinishi belgilangan. Avvalgi avtobuslarda sig'imi kichikroq edi. Bugungi kundagi avtobuslarda esa ko'proq hajmga odam olishadi va bundan tashqari ularning harakatlanishi tez. Nogironlarga bo'lgan shaxslarning yurishiga, harakatlanishiga qulaylik yaratilgan. Shuni alohida aytish kerakki, zamonaviy elektrobuslarni saqlash hamda ularga zarur texnik xizmat ko'rsatish maqsadida alohida stansiya barpo etilmoqda. Hozirda bu yerga birinchi navbatda 100 ta elektrobus uchun quvvatlantirish qurilmalari olib kelinib o'rnatildi hamda elektrobuslarni yuvish uchun joylar tashkil etilgan. Stansiyada bosqichma-bosqich yangi olib kelinadigan elektrobuslar uchun ham joylar tayyorlanmoqda.